Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlarga navbatdagi obyektimizni, qilgan ishlarimizni ko'rsatib bormoqchimiz. Inshaalloh video davomida bu qilgan ishlarimizni A-dan Y-gacha bo'lgan holatlarni tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Birinchi o'rinda bu zakritli basseynimiz. Basseynimizning to'rida skimmerli basseyn, 8 ga 4 metrli basseyn tushirilgan. Basseyn ichi 8 metrga 3,5 metr, tashqi tarafi taxminiy 4 metrdan oshiqroq holatda qurib berganmiz. Skimmerli basseyn. Hop, kiraverishda chap qo'lli finskiy saunamiz. Finskiy saunamizni 2,5 metrga 2 metrli holatda tushirib berganmiz. To'g'rida sidushka va daraxt, Gimalayskiy tuz juda ham kompaktli holatda tushirib berganmiz mijozimizga. Hop, basseynimizga keladigan bo'lsak, bu yoq tarafida detskiy va gidromassajli holati, bu yoq tarafida zinasi joylashgan. Xo'sh, gidromassajlardan bizda jakuzi bor. Ko'rishingiz mumkin. Va o'rtada bu buloq deyiladi. O'zbek jayda varianti, o'zi geyzer hisoblanadi. Basseynimizni skimmerli aytib o'tganmiz, skimmerli basseyn. Skimmerli basseyn ishlashli prinsiplarni tushuntirib boramiz. Bu zakritli basseynning hisobligi bu yoqqa bort qo'ymaganmiz. Как переливной holatga o'xshab kafilimizni basseynning kafili bilan baravar qilganmiz. Taxminiy 1,5-2 sm uklon berganmiz. Sababi basseyn cho'milgan uy egalari obratniy holatda basseynga tushishligi uchun. Bu zakritli basseyn uy podvalida joylashgan, kir bo'lmaydi. Shuning hisobiga hech qanaqa traplar foydalanilmagan, mijozimizning talablariga muvofiq qurib berganmiz. Xo'p, plashadkadan keyin zinalari va basseynimizning bu yoqda farsunkada joylashgan 6 ta farsunka va uni qarama-qarshisi 2 dona skimmer. Va basseynimizning chiroqlari LED chiroqlardan foydalanganmiz. LED nержавейкali chiroqlardan foydalanganmiz. Basseynimizning mayolika qismi keladigan bo'lsa, bortiga seriya bilan 30% bazaviy mayolika ishlatilgan. Ko'rishingiz mumkin, juda ham yaxshi chiqqan va basseyn ichiga asosiy holatida klassik bazaviy mayolika, to'q ko'k mayolika ishlatilgan. Juda ham zakritli basseynlarga eng klassik hisoblanadi. Xo'p, zakritli basseynda yana qo'shimcha foydalarni aytib o'taman. Zakritli basseynda ximikatlar qo'shiladi, dori qo'shiladi. Shuning hisobiga albatta esingizdan chiqmasin, ventilyatsiya tizimi, bu yoqda ventilyatsiya tizimini hammasini qo'yib ketilgan. Qo'shimcha oynalari bor va basseynimizning texnik pomesheniyasini bu yoqda joylashtirib berganmiz. Bitta harakat bilan xotirjam ko'rib, bitta harakat bilan yopaverasizlar. Bu yoqda оборудованиemiz hammasi ispanskiy va angliskiy оборудование ishlatilgan. Astral Pool filtr va Allegro kompaniyaga tegishli teploobmenniklardan foydalanganmiz. Inshaalloh sizlarga ham basseyn qurishlik xizmati kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qilinglar. Sizlarga ham xuddi shu holatda, chiroyli holatda qurib berishlikka harakat qilamiz. Astral Pool kompaniyasi doim xizmatingizda.